Uzun CSS dərsiga 6-cı qism CSS tur tanlagıç. Tur tanlagıçqa chekit belgisi orqali aniqlik bermez. HTMLda class orqali aniqlik berib yozildi. Masalan, CSS kodda qaraydigan bo'lsak, CSS kodda ma chekit berib, ma red qizil holatda yozilgani, buningki tur tanlagıç bo'ladi. Ma HTML kodida mana ma p ga class tang red. Ma class orqali ma bu tur tanlagıchni yetkazib ishlatamiz. Anondan keyin eskartilgan tur tanlagıch nomining birinchi harfi raqam bo'lsa bo'lmaydi, chunki Mozilla va Firefox tor ko'rgishlarda inovatsiz xizmat bo'lib qoldi. Maratninki birinchi harfi bunda 1-2-3 holatiki bunda raqam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Cho'qim harf bilan boshlanish kerak, inglizcha harflar bilan anondan keyin bu oxiri raqam bilan oxirlashib bo'ldi. İkinci tur tanlagıç bilan boshqa tanlagıchlarning munosabati. Tur tanlagıchni ID tanlagıchga o'xshash hosliy tanlagıch qilib ishlatishga bo'ladi. Masalan, hosliy tanlagıch qilish uchun ma p-ninki ma oxirga ma ko'k degan qiymatni yozgan bo'lsam, ma bu p-ning ichidagi p-ning o'zi ma bu yeshil rang. Anondan keyin ma bu span deb moyada tur tanlagıch qo'shdik, ko'k deb buning rangi ko'k rang. Tor ko'rgichdagi unumni ko'radigan bo'lsak, mana maqoladagi ko'rindi.